Assalomu alaykum Malina ishqibozlar. Bu yil 26-yil 26-iyun bugungi kun mana shu 21 kilo gollandskiy malina 15 sotikdan chiqdi. Shtob 20 sotikdan demoqchi bo'lganim 20 sotikdan 30 kilo chiqqanda kuniga terim bo'lyapti. Kuniga 30 kilo chiqqanda 1 gektarni 5 ga bo'lganingizda bo'lyapti 20 sotik. Shunda 30 kiloni 5 ga ko'paytiramiz. 1 gektarga ekkanni hisobini olyapman. 150 kilo kuniga terim bo'ladi. 1 gektar ekkan odamda kuniga 150 kilo terim bo'ladi. Mana shu gollandskiy malinadan. Mazasi zo'r. Mana shu tagigacha mana shunaqa. Olgan klient ham indamasdan olib ketaveradi. Hozir biz 60 mingdan beryapmiz kilasini. 100 minggacha kilasini sotsa bo'ladigan joylar bor. Agar 1 gektar bo'lganda 100 mingdan sotardik. Kam bo'lgani uchun o'zimiz klientga beryapmiz 60 mingdan. Ular korzinkaga joylashtirib kilasini 100 mingdan turgizishyapti. Agar 1 gektar bo'lganda 60 mingdan bermasdim. 100 mingdan kelib olib ketardi, ob'yom katta bo'lganda. 100 mingdan hisoblayveringlar. Misoldan 60 mingdan hisoblaganda ham 1 gektardagi 100 kun terim bo'ladi. 900 million pul bo'lyapti 150 kilodan terganda. 9 million 150 kilosi 60 mingdan. 100 kun terganda 900 million pul bo'lyapti. Hisobini olib ko'ringlar. Ko'chatlar bor. 1 gektarga 300 millionlik ko'chat ketadi. Ekaman degan odam birinchi yil rasxodini chiqarib oladi. Ikkinchi yil 100% rasxod chiqarib normal foydaga kirib ketadi. Ishi yo'q. Ekdiz bo'ldi. Shu bilan 10 yildirki yer haydatmaysiz. Faqat malinani o'sha malinani terib nima qilib yuraverasiz. Abreskasi bor, suvini qo'y, boshqasini qil. Ishi yo'q. Dangasani ishi. Lekin terish ham muammo emas. Buni terish qiyin deb o'ylaydi. Bu ko'z qo'rqoq, qo'l botir degandek. Terish ham muammo emas. Meni misol uchun mana shuni xotinim har kun 10 abitgacha 10 kilo, abitdan keyin 10 kilo qilib terib qo'yadi. Yo'qsa ikkita qizmi, kelinmi abitgacha terib qo'yadi 20 kiloni. Hisobini olib ko'raveringlar. 1 gektarni ikkita ayol yarim gektarni birinchi kun, yarim gektarni ikkinchi kun tersa ham uspet qiladi. 4 ta ayol bir kunda 1 gektar terib uspet qiladi. Shuni hisobini olaversa bo'ladi.